Uning ismi hatto futboldan ham kattaroq tuyuladi. U xato qilmaydi. Klubning afsonalariga ham eshikni ko'rsataveradi. Qandaydir bir necha yillar o'tib, ularni unuttiradigan transferlar bilan barchani aldaydi. Balkim shu sababli ham Kroos Realdan ketgan kuni futbol bilan xayrlashmoqchidir. Balkim u ham unutilishdan qo'rqayotgandir. U xohlasa butun boshli turnirning ostonasida turgan Ispaniya murabbiyini klubga olib keladi. U xohlasa sehrli oyoqlilar murabbiy bo'lish kerak bo'lgan Carlo Ancelottini olib qoladi. Tushunarsiz Evertondagi mavsumiga qaramay klubga olib kelaveradi. Butun Germaniya u emas jamoani o'g'li boshqarish haqida yozsalar hamki, unga farqi yo'q. Carloni qo'rqmasdan tanlaydi. Superliga haqida shivirlab gapira olmay turganlarda u sudda UEFAni yutib chiqadi. Ha, u shunaqa insonki, ertaga Realga murabbiy bo'lish kerak bo'lgan Alonsoga o'z ustida ishlash kerakligini uqtirganday qilib, uslubsiz Carloga shartnoma taklif qiladi. Agar u ishonch hosil qilmasa, Alonsoga ishonmasa, Mourinyoga ham imkon berishdan tap tortmaydi. Hech bir murabbiy bilan yomon munosabatda xayrlashmaydi. Balkim shu sababli ham ular Realdan taklif tushsa kelaverarlar. Ha, o'sha so'z yuqoridagi gap. Nimalar qilasan o'zi Perez?